Oydina Rustamjanova 16 yoshdaman. Hozirga qadar ko'plab xalqaro musobaqalarda faxrli birinchi o'rinni olib kelmoqdaman. Rustamjanova Oydinaga to'xtaladigan bo'lsak, bundan bir necha yil avval musiqa maktabimizda iste'dod deb nomlangan ko'rik tanlov tashkil qilganmiz. Bu yo'nalishda xoreografiya, aktyorlik, qo'yinki hamma yo'nalish bo'yicha konkurs bo'lib o'tgan. Shu paytda jajjigina qiz chiroyli, nafis raqsi bilan bizni o'ziga jalb qilgan. Bu qizimizning talanti o'ta kuchlikda, qayerga borsa ham o'zini go'zal raqslari bilan chiroyli o'rinlarni olib kelyapti. Bularga misol qiladigan bo'lsam, 2023-yil biz baxtli bolamiz deb nomlangan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston respublikalari o'rtasida xalqaro ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Bunda Oydina faxrli 2-o'rinni oldi. Lekin Oydina bu men 2-o'rinni oldim-ku, bo'ldi, endi san'atni to'xtataman demadi. Qaytanga yanada o'z ustida ishlab, Melodiya Leta xalqaro ko'rik tanlovida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritib, 1-o'rin sohibasi bo'ldi. Deyarli hamma tanlovlarda o'zini o'zbek, qozoq, qirg'iz, har xil millat raqslarini ijro etib, faxrli o'rinlarni olib ishtirok etib kelmoqda va kerakli yutuqlarni olib, yuzlarimizni yorug' qilib kelmoqda. Oydinaxonni raqsga qiziqishini 5 yoshligidan bilganmiz. Biz shundan bilan qo'llab-quvvatlab, yordam qilib kelmoqdamiz. Qizimning yutuqlari Moskva yutug'i bor, Qozog'iston 2023, 22, 24 hammasida yutuqlari 1-o'rin, tumanlarda, viloyatlarda, hamma joyda 1-o'rinni olib kelmoqda. Bundan buyog'iga ham o'qishlarni yaxshi o'qib, kelajakda yaxshi inson bo'lib, Zulfiya xonim, Mukarrama Turg'unbayeva singari xalq xizmatida bo'lishini xohlaymiz. Men Oydina Rustamjanova raqs san'atiga 5 yoshimdan boshlab qiziqqanman. Men oilada birinchi farzandman va mendan keyin 2 ukam ham bor. Ayni paytda 35-maktabning 9-sinfda o'qiyman. Meni birinchi ustozim o'zim onajonim bo'ladilar. 2023-yili Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro ko'rik tanlovda faxrli 1-o'rinni olib kelganman va undan keyin 2023-yil Qozog'istonda bo'lib o'tgan Melodiya Leta xalqaro ko'rik tanlovida ham faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritib keldim. Va 2024-yilda bo'lib o'tgan Biz baxtli bolamiz xalqaro ko'rik tanlovida ham faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritib keldim. Bu yutuqlarimga erishishimga ustozlarim sababchi bo'ldi. Ularga, ustozlarimga va buvijonimga, bu sharoitni yaratib bergan ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kelajakdagi orzularim mana shu san'at yo'nalishini rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan biz yoshlarga ko'plab imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Men bundan juda ham xursandman. Men yangi O'zbekistonning baxtli farzandiman.